Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga chiroqli va chiqarish aziz do'stlar va Xo'jalik Ko'bosonni taklif qilasizlar. Bizlar boz yetib keldik. Shu taklif asof bir 28 yoshga kirgan bir do'stimiz bir Xo'jikodan, diyorimizdan bir taklif asof topdi. Videosini chiqarib bizlar bir miqdor pullar bilan yetib keldik. Do'stlarning hamkorliklari bilan inshaalloh yog'dan boramiz. İnşallah tasvirga mushohada qilasizlar. Tavsiya puldi. Sog' salomat bo'ling, to oxir barnoma bizlar bilan bo'ling. Aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar, Xo'jalik Ko'bostonniki taklif qilayotgan aziz yigitlar, qaror ko'rasizlar, bizlar fe'lan mavqeatimiz necha ro'z ilgari bir video nashr qildik safaga. Do'stlar va tujorlar hamkorlik qilib o'ltiribdi ham, mana fe'lan hamkorlik va pul naqd. Az tarafi Abdurashidjon millatsevar, elsevar bu Turkiya kishvaridan diyor g'urbatda musofir bo'lib bu guruhiga nashr qilgan ekan va az tarafi guruhi hamkori do'ston xayrxoh guruhi muhtaram Abdurashid millatsevar sarrof yaki از سرافهای خوجدوکو که فعلا ساکن ترکیه است و وسیله صفحه خوجدوکو باستان به خاطر همدردی و همدلی 10,000 افغانی کمک برای جوان 28 ساله تکلیف حساب مبتلا شده بود کمک صورت گرفته. دوستlar mana keldi yog'dan Abdurashid akamizni otajonisi mana bo'rga bu asob taklifga ki muftalo bo'lgan, mana bo'rga onajonisi bor, otajonisi bor, a'zoy famil, mana yoshliqlar. Ko'rasizlar shohida hol bu puli yo'q, notavon, bechora bu 28 yashar do'stimiz o'z diyorimizdan Xo'jalikdan har ro'z zang uradilar, har ro'z qancha ko'mak keldi, ne raqam bo'ldi. Bir ro'z xo'shbaxtona Abdurashidjon millatsevarni hamkorligi bilan, do'stlarning hamkorligi bilan 10,000 afg'oni pul naqd olib keldik. Inshaalloh bularni xonavadasiga, onajonisiga, otajonisiga taslim beramiz. Inshaalloh bular doktorga borsin. Boz ham inshaalloh hamkorlik qilinglar. Inshaalloh hamkorlik qilsanglar vasila bo'lamiz. Har qancha hamkorlik qilasizlar, bir rapadan tutib to qanchaki bo'lsa inshaalloh bu dunyo bu dunyo Xudovand ajrini berar. Inshaalloh haqlaringizga duo qilar, duolamiz. Bu inshaalloh pul naqdi bizlar mana onajonisiga beramiz. Onajonisidan ham, otajonisidan ham so'raymizki qancha vaqtdan beri bu mushkulot, bu kelib ketgandan beri qanday asobi, taklifi bulardan bir ma'lumot bersa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktorga olib bordik, mana qilib yana yotibdi, mana soat bo'lib. Sonra mendan yotibdi. Shu bizlar keldi, videosini nashr berdik. Shundan beri hamkorlik keldimi kelgan yo'qmi? Bu undan sonra doktorga olib bordingizmi, olib bora olmadingizmi? Doktor olib bordim. Xo'p, kelgan doktorga olib bordingiz? Mazarga bir olib bordim. Xo'p, mazorga doktor nima dedi? Mazarga doktor mana yana 2 oy davo berdilar, 2 oydan sonra yana keyin dedi. Xo'p, bu qanday bu iqtisodiyingiz, tovoningiz yo'q, bir narsa yo'q. Inshaalloh hamkor hamkorlik qiladilar, inshaalloh vasila bo'lamiz. Filani mana ko'rib o'tiribsiz. 10,000 afg'oni mana Abdurashidjon millatsevar mana tog'amizni o'g'illari tarafdan ko'mak kelgan va guruhga tashlagan ekan, guruhdagi do'stlari bilan shu musofir elga, musofir mulkiga bizlarni sizni yo'qlabdi, vasila bo'ldi inshaalloh. Haqlari inshaalloh duo qilarsiz. Hava u menga avg'anda mashada dashnonista duo qiladi, shu bir ming bo'lsin, ming yashab bersin, har kim shu orzusi yetsin. Bizlar qancha duo qilib o'taman. Pokiston olib borgin dedi. Bizlar oladi, sotadi, zoti yo'q. Va qarasam biz bo'lmasa, baqarsam bir zot bo'lmasa, o'naydan bir shubacha shunda bo'lyapti. O'zim o'naydan beri 10 yildan beri nomzod ham shunda potexonda yotibdi mana. Aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar, mana bo'rga ko'rasizlar Abdurashid akamiz millatsevar bu bir sarrof do'stlarimizdan inshaalloh otajonisi mana olib keldi. 10,000 afg'oni bu oilaga bizlar taslim berdik.
bu taklif va asob xo'jidikudan bularni otajonisi 10 ming afg'on taslim oldi. Bularni aqlariga bir duo bersangiz, bu tamom a'zoy shu guruhdagi ko'mak qilgan do'stlari, Abdurashid akamizni o'zlari ham ko'mak qilgan, bular vasila bo'lgan. Bulardan bir jon tashakkurlik bildiramiz. Hamisha bizlarga hamkor bo'lgan, hamisha shundoq o'z diyorimizdan, o'z g'arblarimizni hamisha yo'qlagan, hamisha hamkorlik qilgan do'stlar faromush qilmang, mana shunday oilalarni bizlarga tasvirga chiqaramiz. Sizlar hamisha hamkorlik qilgansizlar. Hamisha hamkor bo'ling do'stlar. Vatan do'stligingizni, do'stsizligingizni bildirasizlar. Hammalaringizdan tak tashakkurlik bildiraman. Inshaalloh haqlaringizga har yerga bo'lsa duolaman. Inshaalloh duoda faromush qilmaydi. Masjidga bo'lsin, g'arib, faqir oilalardan inshaalloh duo olamiz haqlaringizga. Hamisha bizlar duoda yo'qlaymiz. Mana bu oilani ko'rasizlar, nochor, notavon, hech bir puli yo'q, o'zi ham nomzod ekan 10 yildan beri. Hech bir rupiya ham yo'q, buni borib asabini ko'rsatsa, doktorga davo olsa. Qilsangizlar, inshaalloh sizlarning sabablaringiz bilan, sizlarning hamkorliklaring bilan inshaalloh bizlar vasila bo'lamiz, hatto xorijiy barsak. Yaxshi bo'lib kelsa, bu bir xonavodasiga, familiyaga bir xizmat qilsa, hamisha bizlar duoda yo'qlaymiz. Bir duo bersangiz, qilaman. Men sizlarga hammalaringga tashakkurlik qilaman. Namozda ham duo qilaman. Sizlar hamsha sizlar biringiz ming bo'lsin, biringiz shuncha qilib sizlar tanisizlar, sizlarni yaxshilik kunga yetishing, anna murodingizga yetishing. Kecha kuni duo qilaman. Millat sevarda ham duolari o'zi mana shundoq dilso'zlik qilibdi. Ham duolari o'zi Turkiyada joydan mana billaya, mana bachalariga ko'mak qilibdi. Avlodlarini to'yini ko'rib, yashab, to'y tomosha qilib, o'g'larini xizmatini bular birodar sen duo bersin. Qizini to'ylarini ko'rsin. Ilohim ham duolarni hammadan Xudoyjon ko'rsin. Alloh